Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda Birxbet platformasida akkaunt ochish jarayoni qanday amalga oshirilishini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Ushbu video faqat ro'yxatdan o'tish tartibini tushuntirish maqsadida tayyorlangan. Avvalo, rasmiy sayt yoki ilovani oching. Bosh sahifada ro'yxatdan o'tish tugmasini toping va ustiga bosing. Shundan so'ng sizning oldingizda ro'yxatdan o'tish formasi ochiladi. Endi telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingizni kiriting. Keyin xavfsiz parol yarating. Parolni yaratishda katta va kichik harflar, raqamlar hamda maxsus belgilar ishlatish tavsiya etiladi. Bu akkauntingiz xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga Birxbet Pro promo kodini kiriting. Promo kodni xatosiz yozganingizga ishonch hosil qiling va keyingi bosqichga o'ting. Shundan so'ng ism, familiya va tug'ilgan sana kabi shaxsiy ma'lumotlarni kiriting. Ushbu ma'lumotlar rasmiy hujjatlaringizdagi ma'lumotlar bilan bir xil bo'lishi tavsiya etiladi. Noto'g'ri ma'lumot kiritish keyinchalik hisobni tasdiqlash jarayonida muammolarga olib kelishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqing va ro'yxatdan o'tishni tasdiqlang. Ba'zi hollarda telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingizga tasdiqlash kodi yuboriladi. Kodni tegishli maydonga kiriting va akkauntingizni faollashtiring. Akkaunt ochilgandan so'ng shaxsiy kabinetga kirishingiz mumkin. Profil bo'limida barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshiring. Agar biror xatolik bo'lsa, imkon qadar tezroq tuzatish tavsiya etiladi. Hisobingiz xavfsizligini ta'minlash uchun parolingizni boshqa odamlarga bermang va uni vaqti-vaqti bilan yangilab turing. Imkoniyat mavjud bo'lsa, qo'shimcha xavfsizlik funksiyalarini ham yoqing. Platformadan foydalanishdan oldin uning foydalanish shartlari va qoidalari bilan tanishib chiqish foydali bo'ladi. Shuningdek, o'zingiz yashayotgan hududdagi qonunlar va yoshga oid talablarni ham hisobga oling. Har qanday pul tikish faoliyati moliyaviy tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. Shuning uchun faqat imkoningiz yetadigan mablag' bilan va mas'uliyat bilan harakat qilish muhim. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi qo'llanma videolari va foydali yo'riqnomalarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham yoqing. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana uchrashguncha xayr.